Ba'zilar olov bilan jang qiladi, ba'zilar esa kuch bilan. Lekin u so'z bilan hukmronlik qiladi. Uning nomi Sub-Zero. Sub-Zero oddiy jangchi emas. U muzning o'zi. Har bir nafasi sovuq shamol, har bir harakati o'limga yaqinlashuv. U Lin Kuei klanining eng kuchli a'zolaridan biri. Uning tanasi emas, ruhi ham muzdek. Sub-Zero muz yaratadi. U qo'lidan muz qilich yasay oladi. Dushmanlarini bir lahzada muzlatadi. Uning eng xavfli tomoni, u hech qachon shoshilmaydi. Chunki u biladi, vaqt ham uning tomonida muzlaydi. Jang boshlanganda atrof jim bo'lib qoladi, faqat sovuq seziladi. Dushmanlar unga qarshi chiqadi, lekin ular kechikkan bo'ladi. Birgina zarba hammasi tugaydi. Sub-Zero uchun jang bu san'at va bu uning san'atning ustasi. U yolg'iz yuradi, chunki kuch yolg'izlikda tug'iladi. Uning yuragi muzdek ko'rinadi, lekin ichida intizom va qat'iyat bor. Sub-Zero kelganda harorat tushadi va eslab qol, muz hech qachon kechirmaydi. Sub-Zero bu bitta odam emas, bu nomni ikki jangchini ishlatgan. Birinchisi Bihan, u sovuqqon, shafqatsiz va juda xavfli edi. Keyinchalik u o'lib, boshqa mavjudotga aylanadi. Ikkinchisi Kuai Liang, u esa boshqacha, u adolatliroq, nazoratli va aqlli jangchi. Sub-Zero Lin Kuei klanidan bu maxfiy va o'ta kuchli jangchilar guruhi. Ular bolalikdan tayyorlanadi, hissiyotlari yo'q qilinadi, faqat bitta narsa qoladi, mukammal jangchi. Sub-Zeroning eng katta kuchi kriomansiya, ya'ni muz ustidan to'liq nazorat. U muz devorlari yaratadi, dushmanlarni muzlatadi, muz qurollari yasaydi. U butun maydonni muzga aylantira oladi. Sub-Zeroning eng katta raqibi Skorpion. U ular o'rtasidagi jang o'yin tarixidagi eng mashhurlardan biri. Olov va muz, qasos va nazorat. Bu qarama-qarshilik hali ham davom etadi. Sub-Zero bu shunchaki jangchi emas, u intizom, sovuqqonlik va kuch ramzi. Agar u qarshingga chiqsa, jang qilishga emas, tirik qolishga harakat qil.